Azizlar, bugungi ma'lumot juda muhim. Chunki 23 avgustdan boshlab oddiy odamlarning kundalik hayotiga ta'sir qiladigan keskin o'zgarishlar boshlanadi. Bu o'zgarishlar ayniqsa bank kartalari, pul o'tkazmalari, qarzdorlik, davlat xizmatlari, subsidiya, nafaqa va rasmiy daromad masalalariga bevosita tegadi. Men bugun sizga qo'rqitish uchun emas, oldindan tayyor bo'lishingiz uchun tushuntirib beraman. Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar bemalol yurishi mumkin? Qaysi xatolar odamni muammoga olib kiradi va hozirdan nimalarni tekshirib qo'yish zarur? Agar sizda bank kartasi bo'lsa, kommunal to'lov qilsangiz, kredit yoki qarzingiz bo'lsa, davlat xizmatlaridan foydalansangiz. Farzandingiz uchun nafaqa, moddiy yordam yoki subsidiya olmoqchi bo'lsangiz, bu video albatta sizga kerak. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida eshitgan odam keyin ortiqcha yugurmaydi. Navbatda turmaydi va jarima yoki blokirovkaga tushib qolmaydi. Men masalani oddiy tilda tushuntiraman. Oldin ko'p narsa alohida yurardi. Masalan, odamning bank kartasidagi pul aylanishi boshqa joyda, kommunal qarzdorligi boshqa tizimda, soliqdagi holati boshqa bazada, sud ijrosidagi qarzdorligi yana boshqa joyda turardi. Shuning uchun ko'p hollarda odam bir idoraga borsa, u yerdagilar faqat o'zidagi ma'lumotni ko'rardi, boshqa qarz, boshqa majburiyat yoki boshqa rasmiy holat darhol ko'rinmasdi. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, elektron tizimlar bir-biriga ko'proq bog'lanadi. Ya'ni bank, soliq, kommunal xizmat, ijro organlari, davlat xizmatlari va ayrim ijtimoiy yordam tizimlari o'rtasida ma'lumot almashinuvi kuchayadi. Bu nimani anglatadi? Endi odam biror xizmat olishga borganda yoki ariza topshirganda, tizim uning faqat pasportini emas, balki qarzdorlik holatini, rasmiy daromadini, mulkini, bankdagi ayrim operatsiyalarni, sud ijrosidagi majburiyatlarini ham ko'rib chiqishi mumkin. Bu yerda eng muhim masala shuki, men hech kimdan hech narsa yashirmayman degan odamlar qo'rqmasligi kerak. Lekin kartamdan boshqalarning puli aylanadi. Nomimda mashina bor, aslida akamniki. Uy meniki emas, lekin kadastr men nomimda. Qarzim bor. Lekin unutib qo'yganman. Jarima kelgan, to'lamaganman. Kommunaldan ozgina qarz bor, keyin to'layman deganlar albatta ehtiyot bo'lishi kerak. Avval odamlar ko'pincha shunday o'ylardi. Mayli, hozircha turaversin. Hech kim so'ramayapti-ku. Endi aynan shu, hech kim so'ramayapti, davri sekin-asta tugayapti. Elektron tizim odamdan so'ramaydi, o'zi ko'rsatadi. Qarzdorlik bormi, daromad bormi, nomida mulk bormi, nafaqa olishga haqqi bormi, kreditga layoqati bormi, davlat xizmati cheklov bormi? Bular ko'proq avtomatik tekshiriladi. Birinchi o'zgarish bank kartalari va pul o'tkazmalari bilan bog'liq. Men ko'p odamlar tushunmaydigan bir narsani ochiq aytaman. Bank kartasi sizning shaxsiy moliyaviy pasportingizga aylanib boryapti. Ya'ni kartangizga kim pul tashladi? Siz kimga pul o'tkazdingiz? Bir oyda qancha pul kirdi? Pul kelishi doimiymi yoki tasodifiymi? Bularning barchasi tizim uchun signal bo'lishi mumkin. Masalan, oddiy fuqaroga 3 million so'm maosh oladi. Lekin uning kartasiga har kuni 2 million, 1 million, 1 million so'mdan pul kirib chiqib turadi. Bu qarindoshlarimniki, do'stimniki. Men faqat o'tkazib berdim deyishi mumkin. Lekin tizim buni oddiy maoshli odamning o'ta harakat deb qabul qilmasligi mumkin. Ayniqsa, pul kelib darhol boshqa kartaga ketayotgan bo'lsa, bir kunda ko'p marta takrorlansa, turli odamlardan pul yig'ilib bir joyga jo'natilsa, savollar tug'iladi. Misol uchun, Zafar ismli yigit bozorda telefon sotadigan akasiga yordam beradi. Akasi, mijozlar pulni sening kartangga tashlayversin, keyin menga chiqarib berasan deydi. Bir oyda Zafarning kartasida narxi million so'm aylanadi. Zafarning o'zi esa hech qayerda rasmiy ishlamaydi. Ertaga u kredit olmoqchi bo'lsa, bank undan bu pul aylanishi nima deb so'rashi mumkin. Soliq yoki boshqa tizimlar ham bu tadbirkorlik daromadimi degan savol qo'yishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, kartangizni kassaga, do'konga, tanishga, qarindoshga vaqtincha ishlatib tur deb bermang. Ikkinchi o'zgarish qarzdorlik va cheklovlar bilan bog'liq. Oldin ayrim odamlar jarima, aliment, kredit, kommunal qarz yoki sud qarorini yillar davomida cho'zib yurardi. Endi ma'lumotlar tezroq ko'rinishi sababli ayrim xizmatlarda muammo chiqishi mumkin. Masalan, siz mashina nomingizga rasmiylashtirmoqchisiz, kadastr hujjatini o'zgartirmoqchisiz, bankdan kredit olmoqchisiz yoki ayrim davlat xizmatidan foydalanmoqchisiz. Tizim sizning ijrodagi qarzingizni ko'rsa, jarayon to'xtashi yoki qo'shimcha tekshiruvga tushishi mumkin. Real hayotdan oddiy misol. Odamda 1 million 200 ming so'mlik yo'l harakati jarimasi bor.
U buni keyin to'layman deb yuradi. Keyin uyini sotmoqchi bo'ladi yoki mashina oldi sottisiga kiradi. Shu paytda jarima yoki ijro hujjati chiqib qoladi. Natijada ish bir kunga emas, ba'zan bir haftaga cho'ziladi. Odam xaridor bilan kelishgan pul kerak, lekin hujjat yurmaydi. Muammo katta qarzdan emas, qarzni vaqtida tekshirmagandan chiqadi. Uchinchi muhim masala ijtimoiy nafaqa. Moddiy yordam va subsidiya bilan bog'liq. Ko'pchilik mening daromadim kam, demak menga yordam berilishi kerak deb o'ylaydi. Lekin endi tizim faqat sizning og'zaki gapingizga qarab emas, rasmiy ma'lumotlarga qarab baholaydi. Nomdo'y bormi, mashina bormi, bankda katta pul aylanishi bormi, oiladagi boshqa a'zolarning rasmiy daromadi bormi, avval olingan yordamlar bormi, bularning barchasi ko'riladi. Masalan, Dilbar opa yolg'iz ona sifatida moddiy yordam so'raydi. O'zi ishlamaydi, daromadi yo'q, lekin uning nomida 2 yil oldin olingan avtomobil bor. Aslida mashinani ukasi haydaydi, lekin hujjatda Dilbar opaning nomida. Tizim esa nomida avtomobil bor deb ko'radi. Natijada yordam rad etilishi mumkin. Keyin Dilbar opa bu mening mashinam emas deb tushuntirishga majbur bo'ladi. Shuning uchun nomingizda turgan har bir mulk uchun siz javob berasiz. Faqat nomida turibdi degan gap elektron tizim uchun ko'pincha yetarli izoh bo'lmaydi. 4-masala kommunal to'lovlar. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi to'lovi bo'yicha qarzdorliklar ham endi ko'proq tartibga solinadi. Avval ayrimlar hisoblagich ko'rsatkichini vaqtida bermasdi, keyin bir to'layman derdi. Eski qarz qolib ketardi. Endi xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar elektron billing tizimlari orqali qarzni aniqroq chiqaradi. Bu esa bir tomondan adolatli, chunki kim foydalansa o'sha to'lashi kerak. Ikkinchi tomondan hisobda xatolik bo'lsa, uni tezda aniqlab tuzatmasangiz, keyin kattalashib ketadi. Masalan, siz 3 oy uyda bo'lmagansiz, lekin tizimda iste'mol yozilgan, yoki hisoblagich almashtirgan, lekin eski ko'rsatkich noto'g'ri kiritilgan. Natijada 200 ming so'm o'rniga 1.800 ming so'm qarz chiqadi. Agar siz buni vaqtida ko'rmasangiz, keyin xizmat cheklanishi, pensiya yozilishi yoki da'vo boshlanishi mumkin. Shuning uchun 23 avgustdan keyingi davrda men hammaga aytadigan birinchi maslahat: kommunal shaxsiy hisoblaringizni tekshirib chiqing. 5-masala rasmiy ish va norasmiy daromad. Ko'p odamlar bugun xizmat ko'rsatadi. Uy ta'mirlaydi, tikuvchilik qiladi, taksida yuradi, onlayn savdo qiladi, uyda pishiriq sotadi, kosmetologiya qiladi, repertorlik qiladi. Bu yomon emas, aksincha mehnat qilib pul topish yaxshi. Lekin daromad muntazam bo'lsa, uni qonuniy shakliga keltirish haqida o'ylash kerak. Chunki kartaga muntazam pul tushib tursa, ertaga bu nima daromad degan savol tug'ilishi mumkin. Masalan, bir ayol uyda tort pishirib sotadi. Har kuni kartasiga 500 ming, 300 ming, 500 ming so'mdan pul tushadi. Bir oyda 2 million so'm aylanadi. Agar u o'z faoliyatini oddiy tartibda rasmiylashtirsa, xotirjam ishlaydi. Mijozlarga chek berishi mumkin. Bankdan mikroqarz olishda daromadini ko'rsatadi. Rasmiylashtirmasa, har bir tushum keyinchalik izoh talab qilishi mumkin. Men bu yerda hammani darhol jarimaga tortadi demayapman. Men shuni aytyapman. Tartibli yurish eng xavfsiz yo'l bo'lib qolyapti. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar sizning daromadingiz rasmiy bo'lsa, kartangizdan faqat o'zingiz foydalanayotgan bo'lsangiz, qarzlaringizni vaqtida to'layotgan bo'lsangiz, nomingizda begona mulk bo'lmasa, hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, siz uchun bu o'zgarishlar ko'proq qulaylik olib keladi. Chunki elektron tizimlar yaxshi ishlasa, odam kamroq qog'oz ko'taradi, kamroq idora yuradi. Xizmatlar tezlashadi. Kimlar ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchidan, kartasini boshqalarga ishlatishga berib qo'yganlar. Ikkinchidan, nomda birovning mashinasi yoki uyi turganlar. Uchinchidan, kredit aliment, jarima yoki kommunal qarzini cho'zib yurganlar. To'rtinchidan, ijtimoiy yordam olayotib, oilaviy holati yoki daromaddagi o'zgarishni yashirayotganlar. Beshinchidan, doimiy savdo yoki xizmat qilib, lekin hech qanday rasmiy maqom olmaganlar. Oltinchidan, eski pasport, muddati o'tgan hujjat, noto'g'ri manzil, nikoh yoki ajrim hujjatidagi chalkashlik bilan yurganlar. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Hamma pul tushumi daromad emas. Masalan, qarindoshingiz sizga qarz qaytardi. Aka, ukangiz davolanish uchun pul yubordi. To'y xarajati uchun yig'im bo'ldi. Sizning kartangizga farzandingiz pul tashladi. Bularning hammasi avtomatik ravishda soliq solinadigan daromad degani emas. Lekin agar savol tug'ilsa, sizda izoh bo'lishi kerak. Og'zaki aytaman degandan ko'ra, izohli pul o'tkazma, tilxat, shartnoma yoki yozishmalarni saqlab qo'yish foydali.
Masalan, siz do'stingizga 10 million so'm qarz bergansiz, u 3 oydan keyin kartangizga qaytardi. Pul o'tkazmasi izohiga qarz qaytarildi deb yozilsa, bu keyin tushuntirishda yordam beradi. Agar katta summa bo'lsa, oddiy tilxat ham zarar qilmaydi. Tilxatda kim kimdan qancha pul oldi, qachon qaytaradi. Pasport ma'lumotlari va imzo bo'lsa, ertaga nizo chiqsa ham, savol tug'ilsa ham sizda asos bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat, nomingizdagi mulk sizniki hisoblanadi. Bu mashina aslida dadamniki, uy opamniki. Faqat kredit uchun mening nomimga olingan, do'konni do'stim ishlatadi degan gaplar o'ylada tushunarli bo'lishi mumkin. Lekin rasmiy tizimda egasi kim bo'lsa, javobgarlik ham o'sha odamga keladi. Shuning uchun begona mulkni nomingizda ushlab turish ijtimoiy yordam, kredit, aliment, qarzdorlik va boshqa masalalarda sizga zarar berishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, eski qarzlar birdan chiqib qolishi mumkin. Ba'zan odam men to'laganman deydi, lekin tizimda yopilmagan bo'ladi. Masalan, kredit yopilgan, lekin bank ma'lumotini yangilamagan. Jarima to'langan, lekin ijro bazasida qarz turibdi. Kommunal qarz to'langan. Lekin shaxsiy hisobda penya qolgan. Shuning uchun faqat to'lash yetmaydi. Yopilganini ham tekshirish kerak. To'rtinchi nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Har safar o'zgarishlar bo'lsa, firibgarlar faol bo'ladi. Ular kartangiz blok bo'lmasligi uchun kodni ayting. Qarzingizni o'chirib beramiz, subsidiya chiqarib beramiz, jarimani tizimdan olib tashlaymiz deb telefon qiladi. Hech qachon SMS kodni, karta raqami va amal qilish muddatini, PIN kodni, ilovaga kirish parolini hech kimga aytmang. Bank xodimi ham sizdan SMS kod so'ramaydi. Davlat idorasi ham Telegram orqali kodingizni yuboring demaydi. 5-nozik shart, ariza topshirishda noto'g'ri ma'lumot yozish xavfli. Ba'zi odamlar moddiy yordam yoki subsidiya olish uchun daromadim yo'q deb yozadi. Lekin turmush o'rtog'i rasmiy ishlaydi yoki nomida avtomobil bor. Keyin tizim buni ko'rsatadi va ariza rad bo'ladi. Eng yomoni. Ayrim holatlarda noto'g'ri ma'lumot berganlik uchun javobgarlik ham kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun arizada bo'rini yozing, yo'g'ini o'ylab topmang, yashirmang. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, bank kartalaringizni tartibga keltiring. Qaysi kartadan foydalanmayotgan bo'lsangiz, bank ilovasidan tekshiring yoki bankka borib yoping. Kartangizni hech kimga bermang. Agar oilada biror xarajat uchun pul yig'ilsa, izoh bilan o'tkazing. Katta summalar bo'yicha qarz berish yoki olish bo'lsa, tilxat yozing. Kartangizdan savdo qilish uchun foydalanayotgan bo'lsangiz, faoliyatingizni rasmiylashtirish variantlarini o'rganing. Ikkinchi qadam, qarzdorliklaringizni tekshiring. Yo'l jarimalari, ijro qarzlari, aliment, kredit, soliq, kommunal to'lovlar bo'yicha alohida tekshirib chiqing. Buni davlat xizmatlari portali, bank ilovalari, kommunal xizmatlarning shaxsiy kabinetlari yoki tegishli tashkilotlarga murojaat qilish orqali ko'rish mumkin. Agar qarz chiqsa, avval uning haqiqiyligini aniqlang. Haqiqiy qarz bo'lsa to'lang. To'laganingizdan keyin kvitansiyani saqlang va tizimda yopilganini tekshiring. Uchinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, doimiy yashash manzili, nikoh yoki ajrim hujjati, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, kadastr hujjatlari, avtomobil hujjatlari, mehnat shartnomasi. Bularning hammasi bir-biriga mos bo'lishi kerak. Agar manzilingiz boshqa joyda, yashayotgan joyingiz boshqa joyda bo'lsa, ariza topshirishda muammo chiqishi mumkin. Agar ajrashgansiz, lekin hujjatda nikoh holati yangilanmagan bo'lsa, ijtimoiy yordamda savol tug'ilishi mumkin. 4-qadam, nomingizdagi mulkni tekshiring. Sizning nomingizda qaysi uy, yer, mashina, noturar joy, do'kon yoki boshqa mulk borligini aniqlang. Agar nomingizda aslida boshqa odam foydalanayotgan mulk bo'lsa, oilaviy kelishuvni rasmiylashtirish haqida o'ylang. Keyin qilamiz deb yurilsa, aynan kerak paytda muammo bo'ladi. Ayniqsa subsidiya, nafaqa, kredit yoki sud masalasida bu juda seziladi. 5-qadam, ijtimoiy yordam yoki subsidiya olmoqchi bo'lsangiz, oldindan tayyorlaning. Oiladagi barcha a'zolarning hujjatlari, daromad ma'lumotlari, ishsizlik holati, nogironlik hujjati bo'lsa, tibbiy xulosalar, farzandlar hujjati, yashash manzili, kommunal to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar tayyor bo'lsin. Ariza yozganda aniq va rost ma'lumot bering. Agar tizimda xato chiqsa, darhol tegishli idoraga yozma murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. 6-qadam, yozma murojaat qilishni o'rganing. Agar sizga noto'g'ri qarz yozilgan bo'lsa, xizmat asossiz rad etilsa, ma'lumot bazada xato ko'rinsa, aka qarab bering deb yuravermang, ariza yozing. Arizada familiya, ism, sharifingiz, pasport yoki ID ma'lumotingiz,
telefon raqamingiz, muammo mazmuni, talabingiz va ilova qilinayotgan hujjatlarni ko'rsating. Masalan, mening shaxsiy hisobimda 1.800.000 so'm qarzdorlik ko'rsatilgan, lekin men falon sanada falon summa to'laganman. Kvitansiya ilova qilinadi. Mazkur qarzdorlikni qayta hisoblab yozma javob berishingizni so'rayman. Mana shunday yozilsa, masala ancha jiddiy ko'riladi. 7-qadam. Barcha kvitansiya va hujjatlarni saqlang. Bugun ko'pchilik telefonimda bor deydi. Lekin telefon yo'qolishi, ilova yangilanishi, chat o'chib ketishi mumkin. Muhim to'lovlar, kredit yopilganligi, qarz qaytarilganligi, kommunal to'lovlar, jarimalar bo'yicha kvitansiyalarni alohida papkada saqlang. Elektron nusxasini ham olib qo'ying. Kerak bo'lsa, skaner qilib bulutli xotiraga yoki elektron pochtangizga yuboring. 8-qadam. Rasmiy manbalarni kuzating. Telegramdagi noma'lum kanallar bir tanishim aytdi. Bankda ishlaydigan odam aytdi degan gaplarga suyanmang. Qaror, tartib, muddat va talablar o'zgarsa, rasmiy idoralar sayfalari, davlat xizmatlari portali, bankning rasmiy kanali yoki tegishli tashkilot orqali tekshiring. Men ham ekspert sifatida doim shuni tavsiya qilaman. Avval rasmiy manba, keyin xulosa. 9-qadam. Gar siz kichik savdo yoki xizmat qilayotgan bo'lsangiz, qonuniy ishlash yo'lini tanlang. Bu sizni ortiqcha xavotirdan qutqaradi. O'zini o'zi band qilish, yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki boshqa mos shakllar haqida maslahat oling. Shunda mijozlardan pul kelishi siz uchun muammo emas, aksincha rasmiy daromad bo'ladi. Keyin kredit olish, ijara shartnomasi tuzish, tovar olib kelish yoki biznesni kengaytirishda ham ishonchli ko'rinasiz. Azizlar, 23 avgustdan keyingi o'zgarishlarning asosiy ma'nosi bitta. Tartibsiz yurish qiyinlashadi, hujjati, qarzi, kartasi va daromadi tartibli odam esa yutadi. Men sizni qo'rqitmoqchi emasman. Men sizni tayyorlamoqchiman. Kartangizni tekshiring, qarzlaringizni aniqlang, hujjatlaringizni tartibga keltiring, nomingizdagi mulkni ko'rib chiqing. Katta pul o'tkazmalarida izoh va hujjat qoldiring. Rasmiy manbalarni kuzating. Eng katta xato menga tegmaydi deb beparvo yurish. Chunki bugun kichkina qarz ertaga katta muammoga aylanishi mumkin. Bugun noto'g'ri yozilgan ma'lumot ertaga subsidiya yoki kredit rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Bugun birovga berilgan karta ertaga sizga savol bo'lib qaytishi mumkin. Sizningcha bu o'zgarishlar xalq uchun qulaylikmi yoki ortiqcha nazoratmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda sizga yana shunday muhim masalalarni oddiy tilda tushuntirib beraman.